Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Demak, bugungi o'tadigan mavzuyimiz if shartli operator va switch tanlash operatori. Demak, qanaqadir jarayon ketyapti. Jarayonda shart vujudga kelsa, shartli vaziyat vujudga kelsa, demak natijamiz true qiymat, ya'ni rost qiymat qaytarsa ifoda 1 bajariladi. Aks holda false qiymat qaytarsa, ya'ni yolg'on qiymat qaytarsa ifoda 2 bajariladi. Boshladik. If operatorda strukturasi dasturlashtirildi quyidagicha. If shart yoziladi. Shartdan keyin sistemali qabz ifoda 1, aks holda ifoda 2. Demak, ifoda 1 va ifoda 2 dan keyin albatta nuqtali virgul qo'yaylik. Mana shunaqa ko'rinishda hisoblanadi. If operatoridan keyin qabz ochilib yopiladi. Demak, qabz ichida shart bo'ladi. Shart degani ya'ni mantiqiy ifoda. Mantiqiy ifoda asosan mana shu ko'rinishda tuziladi. Demak, mantiqiy ifoda bo'lganda, masalan, biror bir sonni taqqoslash yoki nimagadir tekshirish bo'ladi va ularning kombinatsiyasi asosan mana shu va yoki inkor ko'rinishida yasaladi. Demak, agarda shartim rost qiymat qaytarsa ifoda 1 bajariladi. Aks holda yolg'on qiymat qaytarsa, ya'ni else qismi deyiladi. Ifoda 2 bajariladi. Savol tug'ilib qolishi mumkin. Else qismi har doim ham bo'ladimi? Else qismi bo'lmasligi ham mumkin. U holda qanaqa bo'ladi? U holda shartim rost qiymat bajarsagina, rost qiymat qaytarsagina ifoda 1 bajariladi. Aks holda yolg'on qiymat qaytarsa, hech qanaqa jarayon bo'lmaydi. Dasturimiz kodni o'qishda davom etib ketaveradi. Misolimiz a sonini juftlikka to'qlikka tekshirishni if operatori yordamida ko'ramiz. If a foiz 2 tegmi 0, ya'ni ixtiyoriy sonni 2 ga bo'lsam qoldig'i 0 chiqsa, bu juft sonligini bildiradi. O'shani hisobiga rost qiymatdagi cout a juft son. Endi aks holda cout a to'qson. Dastur oxiriga return main deb qo'yaman. Ya'ni dasturimiz qayta qachonki biz qolgan x chiqib ketamiz, o'shandagina to'xtaydi. Sonni kirdik a5 qaraydigan bo'lsa 5 90. Ya'ni dasturim ketyapti, yana davom etib 6 juft son 9. Sonni 9 90 mana. Bu if operatori yordamida ko'rish. Agar mana else qismi bo'lmaydigan bo'lsa, mana returndan olib turay. Else qismi bo'lmaydigan bo'lsa ko'rsataman mana. Mana juft sonni kitsam 8 juft sonni ishlayapti. 7 kiritadigan bo'lsam hech qanaqa natija chiqarmayapti. Ya'ni bizda else qismi bo'lmasa ham bo'ladi, ya'ni xatolik bermaydi.